intervyu zo'r berilgan. Professionalni, idealni. Но keyingi etaplar O'ylanmagan. O'ylanmagan. Men nima qilardim? Bolalarimni olardim-da, magazindan narsalar berib, men bolalarimni yaxshi ko'raman deb peshonasidan o'pib, istoriyalar qo'yardim. Keyin postlar yasirdim, qadrimga yetilmadi deb yozib qo'yardim. Zo'r strategiya tuz beryapsiz-ku hozir. Qadriga yetilmadi. Oila bu muqaddas degan. Камине 6 утра deb tanimida tipa siqilganlarim, bolalarim uchalasini quchoqlab o'ynatib tepaga ko'tarilganimda shundoq GoPro qilib sekinlashtirilgan qilib bo'ldi, xalq u tarafga o'tib ketilardi. Просто noto'g'ri bo'lib qoldi, что bo'ldi. U mazasini qilsam, men ham bu yerda mazasini qilaman deb u qizni quchoqlab tipa shunaqa rolik oldi. Sal noto'g'ri qilibdilar-da, okey betdi. Strategiyani men marketologman, mendan so'rasinlar. Ketma-ketligini tuz beradi. Lekin endi hozir bolalarini istoriyada olib chiqib postga qo'yadigan bo'lsa, bilaveringlar, bu уже yolg'on.